Muşu torlarda debdebilik alet sözleniyotgan muşu retsiplar rastla şunçilik derecede bek menfaat kılamdı. Rastla şu retsiplarni sözleyotgan atalmış tibip doktorlarninki kabiliyeti, kisel saqaytish maharati şunçilik üstünmü? Şuncha üstün bo'lganlik uchun meydisiga mushlab so'zlayaptimdi. Ben tüyüp dostumla Ekremcan, bugün şu nurgulluğun dostlarımız bizden kaşlarımızga, kesiptaş dostlarımızdan kışıga tılfıllarda sözlengen, yakımız özü torunu anlap hatırlarga kutuvagan, retsiplerini atalmış bek meşhur, bek menfaat kıldıgan, zaten sakayımıza pütünü kesip birdigan, kulukunu üzüp birdigan, bu şeyler retsipler hakkında. Sizlerle bir ortaklaşmakçı bulavatına. Rastla biz yukarıda degendek retsipler, torlarda sözlengen retsipler şunçilik bek önümlük mü? Unda bo'lishini atayın. Unda bo'lishini atayın. Sizga hech kim unda bek menfaatli bo'lib ketgan retsipni meydisiga mushlab turib so'zlab turishimi ham natayın. Hem o retsipning har qanday odamning mizojiga mos kelishi ham natayın. Chunki tibobitimizda oddiy qaralgan bir zukamg'imi mizojini ko'rib, tomirini tutib, tilingizni chiqaring, buningizdan suv kelamdi, aqamdi, putamdi deb so'rab o'ltirib, uningdan keyin qiladigan gap. Lekin torlardichu ming odamning hammasiga mos keladigan, ota-onamdan miros qolgan, dadamga deb bermagan retsept deb shunday so'zlab bersa, saqlab olib kelib, men amaliy do'kon ochayotgan, manchil tibobatchilikni o'rgangan, manchil tibobat oliy texnikumlarda o'qigan, ham shunday odamlarning qishqirib, siz mush retseptni bilamsiz, sizmi bunday retseptni anglab baqqanmi, qilib baqqanmi deb so'zlab ketdi ekansizlar. So'zlab ketdi ekansizlar. Shu retseptni so'zlayotgan shu nocha, shuningki tibobatning xabari bormi yo'q, tibobat ustamning qishida bir vaqtim havanchida doğru so'qib baqdimi yo'q. Bunu sizler hiç qasınlar tushunib bakmaysizlar. Ekranga chiqqandan hammasi tibib bo'lishi, doktor bo'lishi natayinligini uqib bakmaysizlar. Shuning uchun qarg'ular shu retseptlarga bek cho'qinib ketganlik sababidan ma'lumlardik shu tibobatchilarni ko'zga ilmaydigan, shu tibobatchilarning qobiliyatiga qo'l qo'ymaydigan, qancha yiroqda bo'lsa shuncha usta deb biladigan shunday iddia shakllanib qiliqliq. Shuna do'stlarimiz deb qo'ydiganim torlarda sizlar anglab olgan retseptlarning mukammal bo'lishi, hammalarga mos kelishi natayın. Şuna mening tavsiyalarim şu atrofinglardagi ishqinglarning tuvidiki, şu tibobatchilarga uzoq yillik bo'lgan yoki bo'lmasa haqiqatan şu bilimi bo'lgan, ig'izdagi gap emas, qo'sqida umuchi bo'lgan, axloqi bo'lgan şu tibiblar orqali o'zinglarning sog'lomligini asrashinglarni, shular yezib bergan retseptlarni, choylarni, mahsulotlarni iste'mol qilish orqali o'zinglarning sog'lomliginglarni asrashinglarni umid qilamiz.